Koreys tilini o'rganish bu koreys tilini o'rganish emas. Ya'ni Koreya madaniyatini ham birga o'rganish kerak. Hozir men sizga Toshkentni o'zida borib ko'rsa bo'ladigan top 5 ta koreyskiy lokatsiyani ko'rsataman. Tadago ko'plab K-pop partiyalari bo'lib o'tadi. O'ta yoshlarbob atmosfera. Menyudan ko'rindiqni eng todasini sotda qilishadi. Dayako qulay lokatsiyada joylashgan shinam joy. Atmosferasi biroz kattalarga xos. Alkogol, xususan sojuni ham sotishadi. Menyudan kimbapni eng zo'rini O'zbekiston bo'yicha Dayakoda yeganman. Kokoshu. Qachon Koreyani tortlarini sog'insam, to'g'ri shotga boraman. Seuldagi kafelar bilan birga bir qilib tayyorlashadi. Aytganday, egasi ham Janubiy koreyalik. Faqat borishdan oldin albatta dam olish kunlari qachonligini bilib, keyin boring. Mannam House. Koreys milliy taomlari tayyorlanadigan matchip. Ko'rinishi o'ta hashamatli bo'lmasa ham, lekin Koreyadagi ta'mni eslatadigan maza bo'lgani uchun tez-tez borib turaman. Koreyaga ketish oldidan ovqat menyularini repetitsiya qilish uchun eng qulay joy. Va nihoyat, Dosan. Koreyani sog'inganimda kelib soatlab qolib ketaman. Oliy navli kofe ifora, Koreyadagi minimalizm, ko'plab haqiqiy koreyslar bilan muloqot va eng muhimi xushmuomala ishchilar g'irt Koreyani eslatadi. Obuna bo'lib qo'ying. Men siz ustozingizdan ko'proq narsa bilaman.